أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قرنداشlarimiz endi bizning darsimiz kitobimizningki cho'ng birinchi qismi al-adilla ash-shar'iyyaning ichidagi 7-dalil al-urf. Biz kitobningki hajmiga yarasha o'quvchilarimizning saviyasiga yarasha bugungi masoatlik darsimizda shu urf to'g'riliq urfning ta'rifoti, turlari va hukmlarini bo'ldi qilamiz. Urfningki tarmoq turlari, urfningki Qur'oni Karimda lug'atan iste'moloti, andan urfningki Qur'oni Karimdagi shar'an iste'moloti to'g'riliq keng mazmunlarni cho'ng kitoblarga qoldiramiz. Abdur oldi bilan urfni ta'rif qilib davotida ta'rifuhu al-urf huwa ma ta'arafahu an-nas wa saru alayhi min qawlin aw fi'lin aw tarkin va yusamma al-'ada. Urf deganimiz kishilar odatlangan shu bo'yicha mangan so'z, harakat yoki bir ishni qilmaslikdan iborat kishilarning odatini biz uyg'ur tilida odat deymiz, buni urf deymiz. Arabchada buni odat deb ataladi. Ammo shu haqda masalan kengaysak, urf bilan odatning o'rtasidagi ba'zi farqlar chiqadi. Buni cho'ng kitoblar qoldiramiz bayatni deganimizdek. Endi shar'iylarning tilida urf bilan odatning o'rtasida farq yo'q. Masalan, bayatdan biz urfni qawl, fe'l, tarkda o'qimasmi? Mush nuqtadan kelsak, masalan, urf amaliy deganimiz, amaliy jihatdagi odatlashgan odat deganimiz kishilarningki taati bilan shu ilm birim bilan lam savdo qilishga o'rplashgan bir ahvollari bor. Aniq ig'zoki bir so'zlarni ishlatmasdan g'ayri siyg'atni labziya, masalan, bir narsa olsak, bahasi aniq bahasini yozib qo'yganlar. Biz mi gap qilmay kelib bilan bir ikki tanlaymiz, olamiz. Shu bo'yicha bahani birimiz ketaveramiz. Oldim, sotdim degandek bir xil rozilik ifodalarini bildirmaymiz. Undan boshqa hozir ko'chalarga qarasak, bir tal tanga tashlasak, ichimlik chiqadigan sandiqlar bor. Bu yerda oldim, sotdim deganlar edami yo'q hatto. Masalan, bu hammasi bay'at yo'lida. Bu odatlashgan, urplashgan bo'lg'achqa bu normal bay yo'lida. Urf qavli deganimiz masalan bala deganni odatda o'g'ilga ishiltish ayollar. Masalan deyli, bizning uyg'ur tiliga solsak, odam degan asar ayolni o'z ichiga oladi. Lekin bizning so'z ishlatish urfimizda er kishiga ma'noda. Ishni bir cheksa, chiqib sizni bir odam chaqirdi desak, sizni bir odam chaqirdiki, bir odam er kishini ifodalaydi. Asli odamning lug'atan er ayolni o'z ichiga oladi, lekin urfda odam deganni ayol kishiga, er kishiga ishlatib kunlik. Masalan, kishilarning urflashganga o'xshash lahm degan so'zni biliqqa ishlatmaydi masalan. 5 kilo go'sht desa, hech kim biliq deb o'ylamaydi. Biliqmi go'sht amaliyotda, lekin so'z iste'mol urfimizda biz biliqni biliq deb ataymiz, go'shtni go'sht deb ataymiz. Demak, urf degan nima desa, kishilarningki tabaqasining o'xshamasligi bilan, mayli am yoki xos yoki millatlarning o'xshamasligi bilan, rayonlarning o'xshamasligi bilan urflashgan bir xil odatdan shakllanadi, ammo ijmoning aksi bilan. Ijmo degan avomning masalasi yo'q. Faqat mujtahidlarning xos ittifoqidan shakllanadi. Avomningki ijmo shakllanishda munosabat yo'q. Endi Abdur yuqorida shunchalik tushuntirdi. Biz endi bu vaqt ozroq to'xtalsak, masalan, nurg'un ishlar hukmga tushadi. Nurg'un ishlarda shu ishlarning hukmini bilmoqchi bo'lib, izlanish to'g'ri keladi. Ammo bu ishlar jamiyatda bir xil urf bo'yicha umumlashib ketgan ishlar. Urf bo'yicha umumlashib ketgan ishlar. Masalan, ishkalan to'y qildi. To'y qilishning oldida bular to'ylar haqida deyishmidi. Ancha pul, yamonchi pul deb deyishmidi. To'y qilib necha kundan keyin bular kelishmaslik sababidan masalan ayrilib ketdi deyli. To'yloq deyishmagan, lekin er kishi cho'qim bilish kerak to'yloqni. Ham ayrilib ketgandan keyin bularning to'yloq masalasi haqida nima chiqdi hamda da'talash chiqdi. To'yloqni qanday birdi? Hech nima deyishmagan. Kishi u o'zining manfaatini asos qilib turib, "Bermayman" deyishi mumkin. Ayol kishi bu ajrashib ketgandan keyin "E'olima bundan" deyishi mumkin. Qanday hukm qilamiz desa, shu kishilarning urfi odatida
qanchalik shu xildagi qizaloqlar, masalan, o'qish saviyasi, uning taqvoligi, chiroyi, jamiyatdagi o'rni taraflariga qarab, shu xildagi qizaloqlar qanchalik to'ylab elib, jamiyatda umumlashgan bo'lsa, shunchalik oladi. Ma'noda urfni asos qilib masalan. Masalan, hozir o'g'il qizlar ikkisi bir oshxonaga yig'ilib to'y qildi ahvollar. Oshxona pulisini chiqimini kim ko'taradi? Deyishgan bo'lsa u boshqa. Deyishmagan bo'lsa odat qanday bo'lsa, urf shunda shu bo'yicha joriy bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha hukm qilingan ekan. Masalan, men ma'lum bir o'rin bilan deyishib, amisi haftaga mancha kilodan go'sht ta'minlayman degan bo'lsam, to'xtam tuzdoq go'shtlarni do'q. O ishga bizning kengaplam, kanining go'shi deblam qimmatbaholik yoki masalan boshqa go'shtlarni, odatda normal go'sht degan so'z bizning urfimizda qo'y, kala go'sht ishlatiladi. U akatlam boshqa qimmat go'shtlarni kelib, men go'sht degan shuni go'sht qo'yib tursa, biz unga yo'q deymiz, chunki urf odatda go'sht degan so'z qaysi go'shtga ma'noda, odatda qo'y, kala go'shtga ma'noda. Birisi bilan bir tonna tuxumga to'xtam tuzib, bir tonna tuxumni akapirsa, manchi pul, xolos. Aytsa, men mashinaga besib, bir tonna tuxumini olsam, yo'q, men g'oz tuxumi degan deb tursa, yo'q deymiz. Chunki urf odatda tuxum degan so'z tuxumiga ma'lum. Shunga o'xshash masalalar, birodarlar. Odatdagi boshqa shar'iy hukm masalalar emas. Ma'noga o'xshash ijtimoiy jamiyatda urfiga qarab turib Eğizden deyishmasakmi, shuning masalasi shu bo'yicha bekitilgan. Masalan, ba'zi o'rinlarda biz qatnashlarga chiqib qolamiz bir yerga bog'li. Deyishmadan chiqamiz endi. Bir bo'lgandan keyin shopir o'ktamlik qilib, "Yo'q, bu yerga mancha pul bersa deb qimmat daval bo'lsa, biramda uning degan gapini ma'lum haqqi deb, yo'q. Shu normal, shu vaqtning o'zidagi qatnash kirasi, yo'l haqqi qancha pul o'rgatilgan bo'lsa, shu o'rinda odatda normalda qancha pulda qatnaydigan bo'lsa, men deyishmay chiqib qolgan tufaylidan uni qandoq turib diginni beradigan, rozi bo'lmayman desa, uning qo'qidigan yo'q. Urf odatda qanday shaklda berib kelgan bo'lsa, shu shaklda berish bu normal qonun, normal hukm. Mana bu urfga asoslangan. Qandoq turamda urfga asoslanib biz dinda yo'q, yoki dinga qarshi urf odatlar, deplan urf odat bahonasi bilan kirish emas. Men bayatni misol qilgandek masalalarda hukm chiqarish to'g'ri kelib qolsa, urfni asos qilib turib hukm chiqaradi. Mana bu urfninki shar'iy dalillarning birisi bo'lishning sababi. Ham shunga buningki bayatni deganda kalaqa urf odat nomi bilan ba'zi dinda yo'q, dinga qarshi, shariatga qarshi masalalarni kirib olmaslik uchun olimlar urfni ikkiga bo'lgan. Birisi urf sahih, yana birisi urf fasid. Urf sahih degan nima desa, kishilar urflashgan va huwa ma ta'arafahu an-nas. Kishilar urflashgan. Ammo shar'iy dalilga qarshi kelmaydigan, biri haromni halol qilmaydigan, biri vojibni batil qilmaydigan har qanday ish urf. Anaqanda har qanday millatlarning urfiga o'xshamaydi emasmi bilan? Din g'izit kelmasa, tamamen o millatning urfisi shu ijro qilishga tegishli, ijro qilsa bo'ladigan bir narsaga aylanadi. Masalan, kishilarningki istisno oldin zakaz qilib yostish kelishimi, masalan, bir millatda u kam umumlashgan ish bir rayonda, bir jamiyatda shu bo'yicha ishlarning hammasi yurishib ketadi. Men shu oldin pul urib zakaz qilib qo'yma, necha oydan keyin yasilib keladi mashinam. Yoki men zakaz qilib qo'yma, u mol manchaka vaqtdan keyin keladi. Masalan, shularning hammasi, masalan, oshxonalarga kirib umumlashib ketdi. Hozir bizda oldin pul to'laymiz, undan keyin ichib beradi. Shularning hammasi istisno bo'ladi. Ularningki muhrini ilgari keyin deb taqsim qilish, bu agar bir millatda, bir jamiyatda umumlashib qolmasa bo'ladi. Masalan, bizning burunqi yurtlarimizda barkalada bir gap bor. Çay ishkizish deb qo'yamiz. Bu çay ishkizishda qiz tarafga oladigan to'yliqningki 3 dan birini barkallaga olib turdi. 3 ta ishkini to'yda to'yliq qilib, mehr qilib qo'ydi. Masalan, bu urfi. Avm to'yliq, ma'lum to'yliq. Agar favqul adda çay ishkizishda apagan malla keyin çay ishkizilib bo'lgandan keyin yenishib ketib, maaş ayrılıp yılğa şop qalsa, xuddi to'yliq qaytarilganga o'xshash. Alaqir so'g'ish sudda emas. O faqat alaqimda to'yliqning ma'lum qismi sudda apirilgan gap. Bu urfi shunda bo'lib qolsa bo'ladi. Agar urfida o apagan narsalar so'g'ish sudda apirilgan bo'lsa, o qaytarilmaydi vaqt. Mana hamma narsa dinga zidlan bo'lmasa, dinga qarashlar kelmasa, vojibatlarni amaldan qoldirmasa, halolni harom qilmasa, haromni halol qilmasa, xolos hammasi urf bo'lib mengaveradi.
Ularninki ayol o'zining eriga to'yliqning ma'lum bir qismini ep bo'lgandan keyin an yasinib jabdu birlidu degan o'rpis masalan shunday o'rplashgan bo'lsa shunday bo'ladi. Bir millatda avval to'yliq bir bo'lib ya bir 2 haftadan keyin an to'yliq aka bir tashib qolsin bo'laveradi. U o'rplasi bo'ladi, chiqib to'yliq birinchisi bo'ladi masalan. Ya'ni kishilarninki shu xirda bo'lgan yigit o'zininki so'z qo'ymoqchi bo'lgan haliqi qizga taqdim qilgan narsa, malasa bu zinat kimga chek olsun, so'g'a mahri emas deb o'rplashgan bo'lsa, so'g'isiz bir taraf qilinadi. Mahri deb odatlangan bo'lsa, mahrisiz bir taraf qilinadi. Demak, bu yerda o'rpiga qarablar bu masalalarni biz ayiramiz. Bal o'rpininki dalil bo'lishi ma'noqligi dalil bo'ladi. Ammo o'rf fasid degan nima bo'ladi? Kishilar o'rplashgan bo'lsa-mu, lekin u shariatga qarshi keladi, haromni halol qiladi yoki vojibni bekor qiladi. Masalan, kishilarninki tug'ilgan kun motamlardagi nurg'un munkarlarga o'rplashgan o'sha masalan motamlarda nurg'un isrofchiliklar, masalan nazr nomi bilan degandek yoki tug'ilgan kunlarda uni buni degandek har xil ichib chekish masalan harom ishlar, o'zaro usul o'ynash degandek bir xil shariat cheklangan ishlar bunda bo'lib qolsa bu har qancha urf bo'lib kelsa buni qabul qilinmaydi. Ularninki jazonish, qimor kelishi masalan ovmin ham o'ylan bilamiz, qimolar butun kishilarning hammasini so'disi qimor masalan. Buni o'rplashdi deb buni qabul qilinmaydi. Endi o'rpining hukmiga kelsak, o'rp sahiga kelsak, buni mayli hukm chiqarishlarda yoki qado asosli bakroq ishlaydigan tarafi qado bu. Shu chiqqan dast jangi jidal o'tirdagi ilm birim masalalari haqida ko'pincha hukm sotda bak ishlaydi masalan. Bularda rioya qilish vojib. Mujtahid o'zining hukmlarni yo'l qo'yishida, qodi o'zining hukm chiqarishini, sotchi o'zining sotida masalan, uning rioya qilish vojib. Chunki kishilar o'rplashgan ish va ular mangan ish ularning ehtiyojining qatoridan bo'ladi. Ularning manfaatlari mos kelgan bo'ladi. Hammadan shunga ko'ngan bo'ladi. Madam u o'rp shariatga qarshilam kelmasa, buni rioya qilish vojib. Shariat masalan o'z vaqtida hukm chiqarishda arablarning bunun o'rplaridan to'g'ri rioya qilgan. Masalan shuning birining misoli diyetni aqilaga, ya'ni xatan odam o'ltirib solgan kishiga beriladigan diyetni, u odam o'ltirgan odamga xatan uylab qo'ysa, u 100 tugidigan hozirgi pulda 1-2 million pul masalan, uni to'lab bo'lmaydi. Shuningki jaddi jamiyati yoki qabilasi hozirgi zamondagi uyushma degandekchi. Ondan keyin to'yda hamtanglikni shart qilish masalan. Bir millatda yoshi tang odamlar to'y qilib ko'ngan bo'lsa, shu buni shart qilish masalan. Mayli valilikda yoki mirosda olsun, asabiyat e'tibor qilishga, tuqqanlikni e'tibor qilish. Yetim qilib qolgan bolani yot odamga emas masalan. Bularning hammasi o'z vaqtidagi arablarning odatida, o'rplashgan o'rpisida mushu to'g'ri deb qaralg'achqa din mushu ishlarda shu buncha hukm qildi masalan. Shunga ulamolar deyotdi, al-aada shari'an muhakkama. Odatda shu buncha hukm qilingan bir shariat. Avropaning shariatida bir e'tibori bor. Masalan, Imom Malik desak, o'zining nurg'un ahkomlarini Madina ahlining o'rpisiga, amaliga qarab turib bino qilgan. Chunki Madina ahli Rasulullohdan tortib qilayotgan ishlari, o'rplashgan ishlar cho'g'im shariatga uyg'un deb qaraydi. Abu Hanifa va uning shogirdlari yoki ashablari o'rplarning o'xshamasligiga binoan nurg'un ahkomlarda ixtilof chiqmoqlar. Hammasi o'rpning ta'siri. Imom Shafiy rahimahulloh Misrga tushgan vaqtida Misrga Bag'doddagi vaqtida bo'lgan nurg'un ahkomlarni o'zgartgan masalan. Nimishqa? Masala dalilning o'zgarganligi emas, o'rpning o'zgarganligi. Ya'ni masalaning o'zi o'zgarganligi emas, o'rpning o'zgarganligi masalan. Shunga Imom Shafiyning ikki mazhab bor. Birisi qadim, birisi jadid. Bu yerdagi o'zgarish faqat o'rpiga munosabatlik masalalarga bilan o'zgarish. Masalan, Hanafiy fiqhida o'rpiga asoslangan nurg'un ahkomlar bor. Shu ahkomlarning birisi ikki da'vogar ixtiloflashib qolsa, o ikisining birining paki to'p qolsa, gap kimning desa, o'rib guvoh birdigan odamning. Ikkidan bir narsani talashib qoldi. Paki yo'q, isbot yo'q bo'lib qolsa, odatda kimning mush ishda haqning sohibi bo'lish ehtimolimi o'rp odatdan shakllansa, shu bo'yicha bo'laveradi masalan odatda. Ishkar ayol to'yloqning ilgirkinga kelishamasa, hukm o'rb bo'lmasa, bayatın degandek deyishmay qilibdi. Oldida qancha pul buradi, keyinda qancha pul buradi, deyishmay qilib to'y qilib bo'lgan vaqtda talishib qolibdi. Qana qiladimdi desa, shu jamiyatda qana qilsa shunday qiladi. Bu hammani birdigan qoida bo'lib qolsa, hammani biradi. Oldida qancha pul, keyinda qancha pul birdigan qoida bo'lib qolsa, shuncha pul biradi. Qancha pul, qanday shaklda o'rib shakllangan bo'lsa, shu bo'ladi. Bir odam go'shmayman deb qasam qilgan bo'lsa, go'sh degan o'qim odati normal bizning qoidamizda boshqalarga go'sh deb desak, yo'qsa qo'yga kategoriya qilmaydi. U odam bilib qilgan bo'lsa, o'rib qilgan qasam buzilmaydi masalan.
Yetkildigan mülk mesela. Men qo'ldan yetkildigan mülkni vaqf qilish to'g'ri urf joriy bo'lgan. Odatda vaqfi cho'qim muqim mülk bo'ladi. Erkeklar. Ammo normal bir jamiyatda, mesela hozirgi zamonda mashina desak, mashina bo'ldi, maktabga vaqf qildim. Maktab ishlatsin desa mesela yajuz. Chunki shu urfda shu odatlangan mesela. Aqdida shart qilish shariat olib kelgan bo'lsa, yo aqdning taqozosi shu bo'lib qolsa yoki urf joriy bo'lgan bo'lsa, mesela bir bozorda bir mesela kompüter bozori deymiz, elektronlik uskunlarning bozori deymiz, bir uskunni oldik. Shu bozorning normal urfida 3 kungacha shu narsani sanab, 3 kun ichida chataq chiqsa, qaytirib berish urfisi odatlanib ketgan bo'lsa, shu bozorda hech nima deyishmasakmi? Eg'izda hech nima deyishmasakmi? 3 kun ichida chataq chiqpas akirib qaytarsak bo'ladi. Chunki urf shu, bozorning qoidasi shu. Bir bozorda tamoqning pulisini oldin to'laydigan bo'lib qolsa, oldin to'laymiz. Bir bozorda tamoqning pulisini ilgari to'laymiz. Demak, masalalar ko'paysa, urfga asosan chiqariladi masalan. Masalan, Alloma marhum Ibn Abidin bir risolatni birini yozgan, Nashrul Arf fima bunya min al-ahkam al-urf. Muşunun özümü mesela muş maxsus urf haqidagi ahkamlar mesela. Yine bundaq bir mashhur iboralar va bu alaqa qoida fiqh deb qo'yamiz. Al-ma'ruf urfan. Urfda urflashgan ish kal mashhur sharta xuddi ig'iz deyishga mana o'xshaydi. Al-thabit bil-urf urfda isbotlangan hukm al-thabit bin-nas ki nasdan chiqqanga o'xshaydi. Bu hammasi ulamolar yakunlab chiqqan qoida fiqhlar mesela. Mavloning hammasi sahih urfiga qarata deyilayotgan gaplar. Ammo urfi past bo'lib qolsa, buni rioya qilish vojib emas. Chunki urf past rioya qilish shar'iy dalilga. Chunki biz oyatni urf pastni ta'rif qilgan vaqtimizda shar'iy dalilga zid kelgan urf pastlik emasmi? Chunki uni rioya qilishda shar'iy dalilga qarshi turish yoki shar'iy hukmni batil qilib o'tish va masalan kishilar bir urfiga bir aqdini urflashibdi, past aqdlar masalan jazoni shaklda hammadan kunab ketibdi. Yoki bir aqd va bir kelishim to'xtam yoki savdo var ekan, bunda boshqalarni aldash xatar var ekan. Buni olib qolsa, qancha urflashib shu millatning qanqini singib ketsin, ma'qul urfininki ma'sulni mubah qilishda ta'siri yo'q. Bu odatlanib ketgan ish, bu qandoq qilmag'ili qilmay qandoq, u biz uningga yo'q deymiz. Chunki shariat buni xato degan. Shunlashqa yerli qonunlardami asos qonunga qarshi keladigan urf yoki umumiy nizomga qarshi keladigan urf qilmaydi. Yerli qonunda shunday ahvol tursa, mandaq aqdlarda yana bir tarafdan yana bir nuqtadan qaraymiz. O o'zim qaysi desa, ma aqdi kishilarning, ama agar to'g'ri qilish to'g'ri gap qilsangiz, hadi masalan, ma kishilar odatlanib, hammadan mush buncha bo'lib ketgan, qilmasak bo'lmaydi bunday degan nuqtaga urf nuqtasidan emas, maqosid nuqtasidan kelib, yana bir tarafdan kelamiz. O o'zimi bu ishga qarab boqamiz, kishilarning zaruratlaridan yoki hojiyatlaridan bo'lib, agar buni baqo qilsak, ularning hayot nizomi xalal uchrayotgan bo'lib qolsa, yoki ularga haraj dayiq yetgan ish bo'lib qolsa, bunun ahvol qarab boqamiz. Ya'ni agar ularning zaruratlarining qatoridan, ehtiyojlarining qatoridan bo'lib, zodi buni agar batil qilsak, bularning hayoti xalal uchrayotgan, turmushi daxli uchrayotgan bo'lib qolsa, u vaqtida mubah qilinsa bo'ladi. Chunki darurat bil mahdurat, bu ayrim masala. Hojatmi mushu masalada shuni o'rni tushirdi masalan. Ammo zaruratlaridan bo'lmay, hojiyatlaridan bo'lmasa, bu qancha urflashib ketsin, buni batil deb hukm qilaveradi. Urfning bilan joyi yo'g'ini qatag'a la ibrata li jaryanil urf bihi. Urf buning joyi yo'g'inga hech qanday bizning e'tibor qilmaymiz. Xo'sh. Endi alaqa mujtahidlarningki ahkamlar zaman makon qarab o'zgaradi deganda birisi maslahatga qaratib kelgan gap bo'lsin, birisi urfiga qaratib kelgan gap. Ya'ni amaliyotda maslahat bilan urf asosan alaqa taxmin chiqilgan vaqtimizda bir gap bo'ladi asosan. Shunga turda o'tadi, urfga asosan qurilgan hukmlar shu urfningki zaman makon jihat o'zgarishlardan o'zgaradi. Chunki hukm far'i. Urf asli dalil. Far'i degan aslining o'zgarishidan o'zgaradi. Shunga fuqaholar bunday yerda bu degan zaman va davrining o'zgarishi hujjat pokit emas. Hujjat aniq. Ammo zaman o'zgargandan keyin asli miyadagi hukm zaman qurilgan bo'lg'achqa ahvolga qarab o'zgarayotgan gap. Masalan, bizmi yashag'ili uzoq bo'lmadi. Bizning hayotimizda bu kishilarning nurg'un urf-odatlari o'zgardi. Dastlabda bir odatga qarab turib bir hukm chiqargan bo'lsak, keyin vaqtni o'tishiga ergashib shu odat o'zgarib ketadi. Boshqa bir xil odat shakllangan bo'lsa, ishkilanmasdan shu hukmni shu odat bo'yicha o'zgartirmizda. Amaliyotda oxirida gap muhim, va urf inda tahqiq vaqtda urf
mustaqil shar'iy dalil emas. Bu g'aliban ko'pincha vaqtda maslahat mursak rioya qilganlik amaliyotda ikkisini birlashtirsak bo'ladi. U ahkamlarni yo'l o'qish rioya qilingandek hatto Qur'on tafsir oyat hadislarni tafsir qilishda ham rioya qilinadi. Masalan, urf bilan omni xosligi bo'ldi, urf bilan mutlaq muqoyatligi bo'ldi. Ba'zida qiyosni urf bilan tashlanadi. Shuningga istisno sodasini sahididoq joyi yo'q. Gerçi qiyosan bu ma'dum soda qilishni durust bo'lmasmi, lekin urf nuqtasidan qiyosni amaldan qoldirib, buni to'g'ridoq masalan. Urf haqida bizning to'xtallig'imiz shu, keng ma'lumotga ehtiyojli bo'lib qolsanglar yoki keng ma'lumotni ko'raydirsanglar boshqa uzunroq kitob qarasanglar. Endi undan keyin biz shu adilla shar'iyyalarningki 8-si al-istishab. Amaliyotda istishab yine mustaqil dalil emas amaliyotda. Istishab degan nima desa, istishab deganimiz lug'at jihatda aslini tutish degan gap. Endi istilahda kitobni o'qiymiz, shunda bo'lsa-mu, men bir darsning oldida düzem tushundirsam, Allah bizning hayotimizdagi mayli diniy ishlarimiz yoki dunyo ishlarimiz bo'lsin, hammasiga umumiy jihatdan bir ahkam belgilagan. Umumiy jihatdan bir ahkam belgilagan. Masalan, ibodat ishlari desak, ibodat ishlariningki umumiy jihatda belgilangan ahkomi haromlik. Ibodatda dalilga tayanmay turib, o'zi xohlagancha ibodat bekitish, o'zgartish harom. İbadetlerinin hemmisi delil bilen anlakin kılınıdı, hayatları bekitildi, şartları bekitildi. Onda ibadet babında haramlık asli. Buna diğerlik dese, ibadet babında haramlık asli olan gibi biz hiç çıkınmayız ibadet babında. Akimus saladat geldi, namaz okuduk. Atu zakat dedi, zakat verdik. Kutibe aleykumus siyam dedi, rozu tuttuk. Kutibe aleykumul qital dedi, cihad kıldık. Velillahi ala nas hacul beyt dedi, hac kıldık. Dimiz kılmayımız. Bamdat 2 rekat dedi, 2 rekat okuduk. 4 rekat dedi, peşine 4 rekat dedi, 4 rekat okuduk. Asrın 4 rekat okuduk. Ahkam kamiga kim turmaz. Qilmasligimiz asoslarimizda aslidagi ibodatninki haromlik dalil tutib turib, dalil kamigan har qanday ibodatning shakli turi harom, bid'at deb qilmaymiz. Buningda bid'at harom deb hukm chiqarishimiz istishab. Asli ana haromligiga tayinadi. Bu ibadet işleri gap hamda. Ama muomalat, dunyoviy insonlarning alaqa turmush ishlaridagi masalalarga qarata dinning asli umumiy jihatdan belgilayotgan hukmi halollik. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Bu oyatda saxxara lakum ma fil ardi jami'an. İnson zimindagi barcha narsalarni yaratdi. Zemindeki barcha narsani insonga bo'ysundirib berdi. Bütün narsalarni insonga yaratdi deganlik, hammish inson halol. Hammani qilamiz. Hammasi bizga nisbatan halol. Andikin dalil keladi, ma'na qilma, ayrimiz. Haraq ichma, ayrimiz. Zina qilma, ayrimiz. O'g'irlik qilma, ayrimiz. Ani qilma, ayrimiz. Qilma, ayrimiz. Ma'sudni qilma, ayrimiz. Asudni qilma, ayrimiz. Dalil kamiga ya'ni hammasi halol. Delil yo'q yerda halol deb hukm chiqaramiz, mubah deb hukm chiqaramiz, aslidagi halol qilayotganlik dalilini tutib turib. Ana masalan, shunda olganda ibodatni qilishga dalil ketadi. Muomalatda qilishga dalil ketmaydi, qilmaslikqa dalil keladi. Bir ishni maish to'g'rimi, to'g'ri emasmi? To'g'ri bo'lsa dalili nima deb keladi-chu so'rab. Masalan, menda bir savdo chiqibdi, to'g'rimi xato, to'g'ri bo'lsa dalil nima deydi? To'g'rilikqa dalil ketmaydi. Xatolikqa dalil chiqsa, xato bo'ladi. Dalil chiqmay qolsa, istishaban degani asli asos qilib turib halol bo'lardi. Falani bunday ibodat qildi ekan, to'g'rimi xatomi? To'g'rimi xatomi? Xato bo'lsa dalil nima deydi? Xatolikqa dalil ketmaydi, to'g'rilikqa dalil ketadi. Çünkü to'g'ri dalil olsa ibodat shakli va shart avami jihatda. To'g'ri dalil olmasa ibodat degan ma'lam yunazzil bihi sultana olib, u Alloh demigan. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa lahu fa huwa raddun. Degan dalillarga asosan asli haromlik qilmoqda. Demak, istishab degan har qanday narsaningki hukmi dalillar orqali yo'qolgan vaqtda uni masalan muomalatlarda uning xatoligiga dalil kelmagan vaqtda aslini tutib
mana halol deb. Masalan, undan boshqa bir misol, eğer bir su qo'yib qo'ygan, men sirtqa chiqib kirdim 1-2 soat. Su pokizmi, pokiz emasmi deb, pokiz emas deb hukm chiqarish qolmaydi. Nejas deyishimiz uchun, chunki su asli pokiz. Men chiqqan suv. Nejas deyish uchun dalil ketadi. Qarasak hech qanday bir narsa tushgandek ahvol yo'q. Xolos, su asli e'tibor bilan pokiz bo'laveradi. Bir kiyimni yuvib qo'yib qo'ygan. Undaganda kiyim aslida pokiz. Qatlab choyliq olib qo'ydik. Necha vaqtdan keyin keydab olib, pokizmi, pokiz emasmi deb kiyim deyishimning o'rni yo'q. Asli pokiz nejas bo'lganligiga dalil olmaydi ekan, pokiz deb hukm qilaveramiz. Men peshingi tarat olganligim aniq esimda. Ammo asrgacha nayt jiddiy bir mashg'ulotlar bilan tarat sundumganligim esimda bo'lmay qolsa, asli taratim bo'lg'achqa ashini tutib tartim bor. Asli tartim yo'qdi aniq. Kin tarat oldimmi, olmadim bo'lsam, aslida tartim yo'qligini qo'ygandan keyin aslini tutib, kin tarat oldimmi, olmadimmi degan gap asosga olmaydi. Aslini tutib tartim yo'q deymiz. Demak, dalil yo'qolgan vaqtda bir narsaning asli hukmi qanday bo'lsa, shu bo'yicha hukm qilinadi. Bir odam opaq. Bu odamni o'g'rimavi, o'g'rilik qildi deyish uchun dalil ketadi. Dalil izlaymiz. Dalil topilmasa, bu odam aslidagi poklik dalil bilan aslini tutib istishab degan shu. Pak bo'laveradi. Bir odam aniq dalil pak bilan turmaga ushlangan o'g'irdi. Keyin advokat bu o'g'ri emas desa, dalil topadi. Chunki u bir qism dalillar qarolinib bo'lgan. Asli aninki o'g'irlik. Dalil topadi deymiz, aqlqa dalil topolmay qolsa, aslini tutib shu paytda qilaveradi. Demak, istishab degan qarshi dalil qo'lgan vaqtda aslini saqlab qolish deganlik. Shu Abdurrahmon ta'rifada deyotdi. Istishab lug'at jihatda musahabatni, ya'ni hamrohlikni e'tibor qilish degan gap. Usuliylarning istilohida ma'lum narsaga bundan ilgirki ahvol bilan hukm qilish. Ilgiri qanday bo'lsa shu bo'yicha hukm qilish. Hattoki o'sha ahvolning o'zgarganligiga dalil tug'anga qadar. Yoki o'tmishdagi sabit bo'lgan hukmni hozirmi baqiy qilish, hattoki uni o'zgardiganligiga dalil topilgan qadar. Ilgiri qanday bo'lib qolsa, shu bo'yicha hukm qilaveramiz, dalil chiqqan qadar. Burungi hukmi qanday bo'lsa, shu bo'yicha hukm qilaveramiz, dalil chiqqan qadar. Dalil chiqmasa, aslini tutib turib, shu bo'yicha hukm qilamiz. Mana bu istishab bo'ladi. Bugun dersim oddiy. Masalan, mujtahid ma'lum bir aqdi, savdo-sotiq kelishimning hukmi to'g'riliq so'raldi. Yoki ma'lum tasarrufot, bir ishning hukmi to'g'riliq so'raldi. Qur'ondan dalil topolmadi, hadisdan dalil topolmadi yoki shar'iy uning hukmiga ishlatiladigan dalil topolmagan bo'lsa, ikkilanmasdan bu aqd tasarrufotni mubah deb hukm qilib bo'laveradi. Shay'iylardagi asli mubah degan qoidaga binoan. Chunki hamma narsada asli, dunyoviy ishlarda, muomalatlarda asli qoida mubah. Mana bu asli mubahlik nereden topdingiz bunu dedi? Allah şunun üstüge zimindeki barlık narsalarni yaratib etgan. Hamma narsa insonning manbai. Nima ish qilsa bo'ladi inson? Illaga dalil kelib qilsa olmaydi degan Allohdan cheklangan. Unda olganda dunyoda insonga million xil ish berilgan. Undan ortiq ish berilgan, buning uchun cheklangan naytas. Az ishni qilmasa, qaqashni hammani qilsa bo'ladi. Madamiki mushu aslilikni o'zgartiradigan dalil tumusilan shay shu narsa o'zining asli mubohligi bo'yicha qab hukm qilinaveradi. Mana buni biz istishab deymiz. Masalan, mujtahid bir hayvonni mirz bayqaldi, ya qumliqdan ya dengizdan bir yangi hayvon. Buning hukmi to'g'ri yigilib bo'lmadi, bo'lmamdi, so'raldi. Bir jonsiz narsa, bir o'simlik, har qanday tamoq, har qanday ichimlik, har qanday ish so'raldi. Hukmi nima deb? Valam yajid dalilan shar'iyyan ala hukmi. Buning shar'iy hukmiga dalil topolmadi. Mubahda hukm qilib bo'laveradi. Chunki mubahlik asli. Madam o'sha aslikni o'zgartiradiganga dalil bo'lmasa. Asli bu ishlarning hammasida mubahlik. Ana muomalat qismida asli mubahlik. Bu mubahlik deganing dalil nima desa, shay'lardagi asli mubahlik bo'lishi chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Endi bir qancha oyatda Alloh kishilarga osmon zamindagi barcha narsani bo'ysundirib berganligini tilga oldi. Undaganda osmon zamindagi barcha narsalar kishilarga shun yaratilgan bo'lishi, kishilarga bo'ysundirilgan bo'lishi faqat mubah bo'lganda bo'ladi. Cheklangan bo'lsa, ular uchun yaratilgan bo'lmaydi. Demak, mush oyatdan ko'ra inson dunyoda nima ish qilsa bo'ladi, illaki dalil kelgan ishlardan boshqa. Dalil kelib qolsa, shu dalilga tayinib turib, ma xato deymiz. Bu muğanida hamma ish asli prinsipi, asli hukmini tutib halol bo'laveradi. Endi istishobning hujjatlik masalasiga kelsak, xuddi burun madrasaning beshida urib mustaqil dalil emas.
maslahat mursalaning tahtiga daxil bo'ladi deganimizdek, amaliyat istishobni mustaqil dalil emas. Chunki istishob nima bilan istishob bo'ldi? Aslidagi mubohlik nima bilan isbotlandi desa, biz oyatdagi oyatni dalil qildik. Demak, bu Qur'onga bog'langan gap istishob asli. Hadisga bog'langan gap asli. Shunga turdi istishob mujtahid to'g'rilagan ishning hukmini bilish uchun uning iltijo qiladigan ayrim bir shay dalil. Shunga usullarda o'tadi. İstishob fatvoninki aylanadigan orbitning eng oxirgisi. U o'simi uni o'zgartiradigan dalillar tumasam odamniki. Bir narsaga shu narsaga ilgari sabit bo'lgan hukm bilan hukm qilish shu. Dalil topam bu vaqtdan oxirida kildigan ya deb buni bir dalil sifatida olgan. Ammo u dalil keltirishga mayol amaliyotda bizlarning ilmiy nuqtadan buni usulda bir dalil deb ekanmasakmi, insonlarning tabiatida o'nib ketgan ahvol. Shunda o'tadi, kishilar mushu bo'yicha yaratilgan qad futira alayhin nas va mushu bo'yicha barliq tasarrufot ahkomlari shu bo'yicha oddiysi. Biz bu usul o'qiyotimiz, odatdagi bu o'qimagan odatdagi odamlar ikkisi janjallashib qolib, "Ma'muni menda qildi" desa, "Keni qilgan ish" desa, qilgan ishni deyib bermasa, qilmabdi qana topolmadim. Tapam dalil topamaganlikdan asli qilmaslik emasmi? Shu buncha normal ahvol. Har qanday odam har qanday ishlar shunday qiladi. Masalan, bir insonni tirik deb tunsa, masalan, men tirik masalan, mening o'lgan xabarim chiqib, janoza namozimni o'qitib bo'lganligini qolmasa, har qanday holatda hayotda hukm qilaverdi. Mening ishlarimning hammasi mushu hayotlik bo'yicha tasarrufot asoslanib menga yoradigan gap. Toki uning o'lganligiga dalil to'g'onga qilib. Masalan, palonining ayoli Palani pukunun ayal deb tunur. Mesela palani xan pukunuga tegdi deb bir. Hemen to'yga qatnashdik. Mujni xotun davrimiz shahida biz zavjiya degan xotun deb guvohlik berilaverdi. Madam o nikohning tugaganligiga bir dalil tunsa, bu ikkisining orilib ketganligini aniq uqmasak, bu xotun to'yga qatnashib qolganki, ayollar deblam hukm qilaveradi masalan. Har qanday shay odatda normalda dalil chiqmasa, asli bo'yicha hukm qilaveradigan ahvol insonlarning normal turmushida, ijtimoiy turmushida bu ahvol. Demek mujnunga o'xshash ma'lum bir ishning baliqi bilingan bo'lsa, kullu man alima vujud amr. Har qanday odam bir narsaning baliqini bilgan bo'lsa, ba'da hukm qilaveradi, yo'qligiga dalil to'g'onga qadar masalan. Qanday odam bir ishning yo'qligini bilgan bo'lsa, yo'q deb hukm qilaveradi, uning baliq dalil to'g'onga qadar. Bunda u tabiiy ahvol, uni ayrim bir ilmiylashtirishning hojati yo'q masalan. Hatta muşnunga qado bunda hukm chiqishlari muşnunga kelgan. Masalan, mulk har qanday insonga mulk sabablaridan bir sabab bilan sabit bo'lgan mulk degani, "Ma uy ma'nodamdan meros bilan qolib qoldi." Yoki "Ma uyni men pulga oldim, ishqib uy meniki." Ma uyning mulki meniki bo'lsa, mushu uy mening bo'lib qeliyordi. Yu'tabar qoiman degan bu mulk qoim bo'lib e'tiborga elinaveradi. Mushuni yo'qotadigan bir narsa isbotlanadi. Yana birisi uy xatdan birini ko'tarib, "Men ma uyni sizning olgan, ma to'xtamni tuzgan" deb to'xtam birini ko'tarib akaganga qadar uy mening bo'laverdi masalan. Bu normal ahvol. Qado oldimi shu? Ayolga sabit bo'lgan halollik, ayol bir-biriga halol. To'y aqdisi bilan, nikoh bilan Mujni qoyim deb e'tiborga elayveramiz, shuni yo'qotadigan bir narsa isbotlangan qadarki, ajrashib ketdigi isbot bo'lmasa, birisi halol bo'laveradi. Bu normal qazoda shunda hukm qilingan ahvol sotlarda. Qarz bilan mashg'ul bo'lgan zimma, mening zimmamda boshqalarning 1000 so'm qarz bor. Bu aniq o'tirmizda nima isbot bor? Yoki har qanday bir shart bilan mashg'ul bo'lgan zimma, mening har qanday bir ishni qilishim kerak. Mashg'ul deb e'tiborga elinaveradi. Shu zimmani shundan xoli qiladigan bir narsa isbotlangan qadarki, qarz hujjatini qo'lamga olmoqcha yoki qarshi taraf pulni berdi deb. Demak, bu normal ahvol, bu istishob o'zgartiradigan, aslini o'zgartiradigan bir dalil chiqqan qadar aslini tutib hukm qilish bu normal kishilarning ilmiy, normal ijtimoiy turmushida sot hamma yerda bo'ldigan ahvol normal. Shu qarzning mashg'ulligidan xolis bo'lgan zimma degan gap menda hech qanday kimning pulusi yo'q. Bir qarz yoki bir shart bilan onun mashg'ul bo'lishidan oqolgan zimma oq deb e'tiborga olinadi. Hattoki uni mashg'ul qilgan isbotlan. Mening qarzim yo'q mening hozir. Qarzim yo'q bo'laverma toki birisi mening mashg'ulim botdi deb isbot etgan qadar. Demak, al-asl bu yerdagi qoida, asli qoida ma kana ala ma kan. İlgirki narsani, ash ilgirki petta qoldirib qo'yish hatta yasbuta ma yughayyiruhu. Uni o'zgartiradigan bir narsa isbotlangan qadar har shayga asli bo'yicha hukm qilish bu normal bir qoida.
Mesela ölüm ala nima? Astronomik abzasa, yarılı kanundaki sotdiki. Mesela mujnunga asasen, istishobga asasen shar'iy mahkamalarninki tartib tizimlikidagi 180-modda mujnunga asasen qurilgan modda, mesela o'qib boqayli. Qarzga guvohlik kifoya qiladi, uning qarzdorning zimmasida qolib qolganligiga ochiqlanmas. Mesela qarz bir qitim ma'noda pulus bor desa, xolos oxirgacha pulus bo'laveradi. 10 yildan keyin pulus bo'laveradi. Şuna o'xshash guvohlikmi bir narsaga nisbatan. Masalan, palonni aski deb guvohlik qilsa, aski ishni birini qildi deb guvohlik qilsa, shu paytda ijro qilinaveradi. Uni davomli bugunmi guvohlik qilishning, aytim guvohlik qilishning, kelaylim guvohlik qilishning o'rni yo'q. Bir qitim ba'di katta oxirgacha 10 yil o'sib ketaveradi. Chunki buni o'zgartiradigan bir dalil chiqmagan bo'lg'achqa, shu vaqtda hukm ijro bo'lib, asli shu paytda davom etishmayveradi. Endi 81-modda manda Birinki vasiyat yoki İsa mana boshqalarga vali bo'lishga shahodat yetarlik. Gerçi vasiyat qilish. Musi vasiyat qiluvchi vafot bo'lgan vaqtgacha kunda manchilik faloniga, munchilik pukuniga deb davamizdan bir qitim deb qo'ydi. Chunki o'zgartiradigan bir dalil chiqmagan qadar bir gap aslida nima deyilgan gap oxirgacha hisob. Buni o'zim nima bo'lsa istishobni tutish. Mesela ulamalar istishabga binoan bir qancha qoida fiqlan tuzuklik. Istishabga binoan shar'iy tuvandagi prinsiplar qurildi degan o qoida fiqlar. Masalan, anglab o'tib ketaylik. Hammasi bayatimiz biz degan gaplar shu. Al-aslu biqa'u ma kan ala ma kan hatta yathbuta ma yughayyiruhu. Asli ilgari bir narsa ilgari qanday shu paytda qoldirib qo'yish, uni o'zgartiradigan nisbatlangan qadar. Shaylardagi asli mubahlik. Yaqin bilan sabit bo'lgan narsa shaklan yo'qolmaydi, masalan. İnsandaki asli onun paklıqqa degende qoidalarning hammasi istishab asosida tuzilgan qoidalar masalan. Biz bayatdan bir gapni dedik. Usulullah istishabni mustaqil bir dalil deb. Ammo men dedim-ku baya. U mustaqil dalil emas. Şoňa turdi haq gap istishabning o'zini hukmga mustaqil dalil deb qarash bir majazlik. Chunki amaliyotda haqiqati dalil ilgari hukm sabit bo'lgandir. Masalan, bir hayvonlarning hammasi halol bizga. Qur'onda cheklimiz kelgan, o'zchilab qolgan, tashlab o'tilingan, bismillah deyilmagan, g'ayrining ismi tilg'anilgan va boshqa harom deb qolgan hayvonlar boshqa hammasi halol. Buning halolligi istishaban halol deymiz. Amaliyat istishabning dalili Qur'ondagi vallazi xalaqal lakum ma fil ardi oyat. Undan istishabning asl dalili shu asldagi narsaning hukmi nimadan chiqilgan shu uludu. İstishab anayda mustaqil dalil emas. İstishab faqat asldagi dalilni qana qilish, tahqiqlash bir vosita emas. Ano'g'an istishab faqat ama dalilni ajning hukmida qoldirib qo'yishlar emas. Ma dalil mushu hukm dalolat qiladi deb shuni qoldirib, shuni ifodalash vositasi emas. Ana mustaqil dalil olmaydi. Hanafi ulamolari shuni qaror qildiki, istishab daf'i uchun hujjat isbotlashdi. Chunki istishab aslini tutish bo'lgandan keyin isbot bo'lmagan yerda aslini saqlab qilish hujjat, yangi bir narsani saqlab qilish emas deb bunda gap nima qilaylik masalan. Buning gapdan maqsadi nima desa, istishab asldagi narsani ilgirki holatda qoldirib qo'yish hujjat. Shuningga qarshi keladigan narsani deb qilish hujjat. Mushu qarshi keladigan narsani isbotlaydigan dalil tug'anga qadar qandaqdir, ammo sabit bo'lmagan narsani isbotlashni o'zlamas. Mushuning o'zi nima desa, istishabninki dalili asldagi ishning dalili. Dalil mustaqil dalil emas, ano'g'an keyin yangi ishga yaramaydi. Asldagi gilam yaraydi demakchi bular. Biz shuni demakchi hozir. Bu gapni bular yo'qolgan odam haqida qaror qilgan bunda bir qarasa, shu izohlaydi. Yo'qolgan odam degan nima desa, uning makoni bilmaydigan, hayot vafot bilan masalan bir odam yurtdan yo'qolib ketgan necha yil bo'ldi. Bu odam hayotmi, uxmuduq. O'lakmi, uxmuduq. Bunda odam haqida Hanafiyaning bunda bir gapi bor. Mushu mafqud, mushu yo'qolgan odam tirik deb e'tibor qilinadi. Ahvolni tutishlar. Ilgirki ahvolni tutishlanki, shu ahvoldan bu odam tunilgan, hattoki vafotiga dalil tug'an qadarki bu odam o'ldi deb xabar kelgan qadar bu odam tirik deb xato qilamiz. Lekin ma hayotiga dalil qilingan ma istishab vafot da'vosi uni bilan deb qilinadigan. Shuningdan mirosda ilish da'vosi deb qilinadigan, ijorisini buzish da'vosi deb qilinadigan, ayolning taloqi deb da'vosi deb qilinadigan hujjat o istishab. Ayollar taloq qilinmaydi. Qilgan ijarasi shu bo'yicha ijro qilinadi. Mirosi bilishilmaydi. Ma nuqtada dalil.
Ammo o boshqalardan meros elishni isbotlash uchun emas. Chunki masalan dadasi o'lib qolsa, bu odamga dadasi munosabat yo'q. Chunki uning hayoti sabr bilan sabit bo'lgan hayot e'tibori tirik deb qo'yiladigan hayot haqiqiy hayotimiz. Yo'qolgani necha 10 yil bo'lib ketdi. Isbot yo'q. Demak, oxirgi xulosada istishab mustaqil dalil emas, faqat ilgirki hukm isbotlangan dalilni shu hukmga ilham dalolat qilyotdi. Shu kuchga ega deganni bizga bildirib turadigan bir vosita. Shu nuqtadan shunga ba'zi ulamolar istishabni dalil qatorida sanamay, buni qatoriga ilgirki Qur'on, hadisning qatoriga tiqib deydi. Lekin bir vosita sifatida bayon qiladi, ayrim mustaqil dalil sifatida bayon qilmoqlik. Shunga men darsning oldida bir deb qo'ygan ba'zi ulamolar adilla shar'iyyani 10 demeyni deydi, 5 deydi. Nurg'ullarni Qur'on, hadisning ichiga kirgizib nurg'ullarni masalan istihsoning bir turini qiyosga kirgizib yana bir turini maslahat mursalar kirgizib urfni maslahat mursalar kirgizib deganda kamda uni buni kirgizib etib sanni 5 deydi. 5 degani bulardan birani amalga olmandaligi, e'tiborga olmagan emas, balki kirgizib etib, masalan, shu istishabni hisobda ilgirki hukmlar kiritadi. Ilgirki hukm qiyosdan sabit bo'lgan bo'lsa qiyos, oyatdan sabit bo'lgan bo'lsa oyatlar, hadisdan sabit bo'lgan bo'lsa hadis shu tarafga kiritadi. Ayrim mustaqil dalil emas, bir vosita deb qaralgan. Vallohu bugungi darsimiz mushlan tugusun. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.